Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga obunachilar. Bugungi videomuz güzel yüzler hakkında bo'ladi. Sentyabr oyidan boshlab sotishni boshladim, lekin reklama etmayapman. Kanalimizda bu video 2026-yilning birinchi videosi bo'ladi. Bugungi sana 10-fevral ekan. Manzilimizni hozir tushuntirib o'tib ketaman. Manzilimiz yurt turish lazımki bunda 9 etaj, bunda arzon jaluzi, bunda ban tarafda arzon tovarlar, arzon metrajlarning yan mashinada joylashgan arzon jaluzi. Bir de Xivasdan aka. Birimizda yana Xivasdan aka, bir de peshxodning. Ha, şurada. Bana bazadan çıkaverish yo'li, bazadan kelaverish yo'limiz. Az jaluzilarimiz bilan tanishib o'tib ketamiz. Jaluzilarimiz skidga e'lon etdik. Sifatli arzon jaluzilar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Bular 4-kolleksiya. Bunam kolleksiyasi bor. 4-kolleksiyada eng oxirgi kolleksiyasi bular. Tovari qalin bo'ladi, etur yo'l bo'ladi. Bu materialdan 2 oy bo'ldi, gamin duradi, endi keldilar. Ko'p odam ko'p so'radilar, yana talablarga binoan keldi bom. Bom keldi yana. Mida gulli, bom zo'r, xo'shroy. O'zini buni gofrazam bo'ladi yana. Chiroyli bom. Keyin bom tarafdan boyam. Bom etur yo'l. Etur yo'llarimizda hozirgi kunda 4 sveti mavjud. Eshiklarimiz ham bor yana, sochaqli eshik. Bundan sochaqli desangizlar, sochaqlida bor, mindiqli desangizlar, mindiq ham bor yana. Mandayra Eturgül'ün serisi var. Bundan ne kımı var. Sarı olaman desezler. Bu adına tomnilarımız var. Bularning hozirgi kunda bahasini aytib o'tadigan bo'lsak, bahasi 100 ming, 95 ming so'mdan 100 ming so'mdan boshlanadi bizda jaluzilarimiz bahasi 250 ming so'mgacha bo'lib turgan baho. Skidga e'lon berdik, o'shanatib arzon qo'ydik. Bundayna adına tomnilarimizni 120 ming so'mdan qo'yib berdik yine. Anatomiyamızdan bize de 4 sveti mevcut. Seriya var, serisi var, 7 serisi, karıştırması var. Yaran bir kıyılı sveti var. Ban tarafımızdan bayna. Bunlar hem çıraylı vapsın. Yurtturuş lazım ki. Giraveriş yerlere 80'lik, 1'lik, 110'lukta tapsız, 120'likle tapışta kıynat durgan bolsanız bemal işore gelip tapsız mümkün. Xalasanızla yine anatomniyi tapsız mümkün. Bir palasa giravişede arzon variantı bu. Palasazlar bunda var. 1-2 so'm qimmat bular. Qimmat emas. Arzon. Bular 20 so'm, 30 so'm, 40 so'm qimmat yuriydi bular yana. Yurtturushsiz mümkün. 1 so'm 80'lik bor, 1'lik bor, 120'lik bor, halan razmerlaringizdan bor. 160'lik ham bor. Yurtturushsiz mümkün. Hozir 170'lik yana zakaz olib qo'ydik. Uzoqlasa ertaga keladi magazinimizga, shu do'konimizga. Yurtturush lazım mümkün. Jaluzilarimizda her xillar bor, turlari bor. Yine. Ben murojaat etishingiz mumkin. Nomerlarni yozib qo'yaman. Uyingizga sifatni yaxshi ko'radigan jo'ralarınız bo'lsa tozalab qo'ying. Sifatini, kачествосini umuman gap yo'q. Xohlasangizlar parni etib olaman, yine parnilar ham bor. Bunda yine parni etib eshik olaman desangizlar ham bo'ladi yana. Parni etib eshik bor yana. Tushundirim. Yurtturushsiz mümkün. Bu eski bundayna aynası. Parnet alaman birgalikda masalan zag'lab qo'yamiz desangizlar ham bo'ladi yana. Bizda da parni jaluzilarimiz ko'p. Buni aynani tushadigan tersi 180, 1,5 180. Xohlasangizlar 170, 180, 190, 2 metrliklar ham bor. Zakaz qarab. Zakaz xudo xolsa bir kunda bitadi. Magazinimizdan şuradan gelip alışsanız mümkün. Yine mıncıklar ham zo'r. Yurtturushsiz mümkün. Bunu hiç tushadigan tersi, buniki 1,5 tushadi. Mana zakaza qarab beraverasizlar. Agarda 1,5 2 kerak desangiz ham 2 metr beramiz xudo xolsa. Hozirgi eshik kunda vida gulli bor, keyin bunda ne bor? Bundan bor. Hozir bunda mıncık qo'yilgan, sasak qo'yilgan ham bor bunda. Bunlar turadi bu. Hozir ham tushiramiz. Bu yine sasak qo'yilgan. Sasak qo'yilgan ham chiroyli. Yurib turibdi videoda. Zo'rmi?
Saçak koygan. Görüp turuş lazım ekan. Kimdir saçakni yaxshi ko'radi, kimdir mınjıkni yaxshi ko'radi. Her kimning talabina binoan bular. Deb turadi yani. Bakışlaram to'stay. Keyin bunun farnisi bor. Farnisini keladigan bo'lsak, farnisi bundayna farnisi bor buning. Bundayna farnisi. Kelaversa oradan skitkalan baholarni qo'yib berdik. Skitkadagi baholar kelaversa oradan qo'yib berdik bularni. Tamburlarinizga kerak bo'ladigan bo'lsa 80liklar, 1liklar, 120liklar kelaverasizlar. Manzilimizni tushuntirib o'tib ketdim. Manzilimizni yana bir marta tushuntirib o'tib ketaman. Bemalol hozir. Manzilimiz yana barimizda yana Xivas tanki. Berimizda yana 9 etajli ugli, yana arzon metrajlarning yanında. Bemalol kelishingiz mumkin.